Yangi uydan yangi taklif sizlar uchun Yunusobod 8-kvartalda biz 4 xona 93 kvadratdan iborat bo'lgan kачественный remont qilingan uyda turibmiz. 11 qavatli domda 11-qavatida biz. Endi to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Mana bu kirish eshigimiz kачественный, o'ngda sirazi stroyni mebellarimiz juda ham uyni ko'rkini ochib turibdi. Bu yoqda esa oyna qilingan, bu elektrashit uchun joy qo'yib ketilgan. Endi esa xonalar ketma-ketligi bilan tanishamiz. Bu esa birinchi gостиныйimiz. 4,5 ga 6 juda ham katta lyustralarimiz bor, konditsionerimiz bor va o'zini radiatori va u yoqda balkon qismimiz ham bor. Bu yog'imiz esa ayollarimiz yoqtiradigan xona, albatta kuxnyamiz ikkita oynali, redka uchlaydigan. Bu yoq esa kuxonniy zonamiz, yangi xolodilnik qo'yilgan, stiralka, gaz plitalarimiz, yashash uchun tayyor xonadonimiz. Bu yerda esa uyimizni yuragi bo'lmish radiatorlarimiz joylashgan, korrektorlar bor, cho'chiklarimiz joylashgan, hamma sharoit tayyor. Tak, bu yerdan koridor qismimizdan kelar ekanmiz. O'ng qo'lda birinchi sanuzelimizga duch kelamiz. Sensorli oynalar qo'yilgan, rakvinalar qimmatidan va mana bu jihozlarimizga ham bir e'tibor berasizlar. Sushilka hammasi kачественный, даже radiatorlargacha qo'yib ketilgan. O'ng qo'lda esa hojatxona qismimiz. Bu ham kattagina. Tak, bu yoqda esa bizni detskiy xonamiz, kravatlar ham tayyor. Bu xonamiz ham 3 ga 3,5 razmeri, juda ham kачественный qilingan. Tak, to'g'rida esa oxirgi spalnamiz. Podsvetkalar qo'yilgan, bu yoqqa divan kreslo qo'yish uchun to'liq sharoit bor, даже utugni stollarimizga ham bor. Ikkita oynali o'zini sanuzeli bilan, mana bu ichkarida o'zini sanuzeli bilan. Qarab turgan ikkita balkonimiz bor, ko'rib turibsizlar. Telebashni ko'rinadi, Yunusobod Krug, u yog'imiz metro mana. Polностью shaharga qarab turgan juda ham ko'rkam xonadonimiz. Murojaat uchun to'liq ma'lumotni opisaniyada qoldiraman.